بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Ey Peygamber! Ümmetinge eytqin ki, sizler ayollarni talaq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni poklik holatida talaq qilinglar. Nasab aralashib ketmasligi uchun iddatni sananglar. Rabbinglardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmag'icha ularni uylaridan chiqarib o'tmanglar. Ularmi uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fohisha qilsalar, ondan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ana shu Allohning qonunidir. Kimiki Allohning qonunidan olqib ketadi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Allah shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chaqinglarda aranglardan ikki adil guvohchini guvoh qilinglar. Alloh uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah onunğa çıkış yolu verdi. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah onunğa oylamagan yerden rızık berdi. Kimiki Allah'a tevekkül qilsa, Allah onunğa kifayet qiladi. Allah hakikaten maqsadiga yetalaydi. Allah hakikaten her bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن
يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Ayollarınlarning ichidagi hayzdan ümidini üzgenlerden, yani hiç çoğun bolganlıktan hayz görmeydiganlarning iddetining qanchalik bo'ladiganligidan shubhida bo'lsanglar, ularning iddeti 3 oydir. Kichiklikdan hayz ko'rmaganlarning iddeti ham 3 oydir. Hamildor ayollarning iddeti mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilanla tugaydi. Kimiki Allohdan qo'rqidi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib berdi. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimiki Allohdan qo'rqidi ekan, Alloh uning gunohlarini yo'q chiqardi, uningga katta savob berdi. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Ularni, yani qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joylaringlarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tenglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Yani ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'i jihatdan, nafiqa jihatdan qismanglar. Agar ular homildor bo'lsa, bo'shanganga qadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelisholmasanglar, uni, ya'ni bolani boshqa bir ayol emitsin. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tor qilingan odam Allohning uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Alloh insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Alloh qiyinchilikdan keyin osonlikni berdi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni berdi. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Nurg'un shaharning aholileri Rabbining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik.
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Ular qilmishlarining vabolini tetidi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aql egilari, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga Qur'onni nozil qildi. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimiki Allohga iymon etadigan va yaxshi amal qiladigan, Alloh uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni berdi. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah 7 osmonni yaratdi. Ziminnimi osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turdi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir.